kimdir kelyaptida aytyapti, man $1000 bor, qayerga ketdik. Savol, qayerdan topding bu $1000? Men ishimda topdim, yig'dim, bo'ldi. Demak, topgan joyingga tik. Mana pul qayerdan kelyapti, o'sha joyga tikishni bilish kerak. Odatda bizda pul mamdan keladi, biz boshqa teshikka tiqamiz. Asosiy sarmoyaning foydasi qayerdan pul kelayotgan bo'lsa, o'sha yerga davom etgan pul tikishi. Misol uchun $1 million bor, 2 million qiling, 2 millioningiz bor, 5 million qiling, bo'ldi. 5 millionga sig'maydi. O'zbekistonda bu bozorda boshqa pul yo'q. Bo'ldi, chet el, bu sohada chet elga chiqing bo'lmasa. Boshqa davlatdagi bozorga tiking agar kerak bo'lsa. Tushungan joyga tikish kerak. Biz nechta odam ko'rdik, ayniqsa mana qurilish sohasida nechta odam sinib ketdi, asosiy biznes bu yoqda. Pul kelyapti, qarasa uy biznes zo'r ko'rinib ketyapti, o'ziga voh deyapti, marja zo'r ekan deyapti, bo'ldi. Kiryapti, simadi. Kimdir kelyaptida aytyapti, man $1000 bor, qayerga ketdik. Savol, qayerdan topding bu $1000? Men ishimda topdim, yig'dim, bo'ldi. Demak, topgan joyingga tik. Mana pul qayerdan kelyapti, o'sha joyga tikishni bilish kerak. Odatda bizda pul mamdan keladi, biz boshqa teshikka tiqamiz. Asosiy sarmoyaning foydasi qayerdan pul kelayotgan bo'lsa, o'sha yerga davom etgan pul tikishi. Misol uchun $1 million bor, 2 million qiling, 2 millioningiz bor, 5 million qiling, bo'ldi. 5 millionga sig'maydi. O'zbekistonda bu bozorda boshqa pul yo'q. Bo'ldi, chet el, bu sohada chet elga chiqing bo'lmasa. Boshqa davlatdagi bozorga tiking agar kerak bo'lsa. Tushungan joyga tikish kerak. Biz nechta odam ko'rdik, ayniqsa mana qurilish sohasida nechta odam sinib ketdi, asosiy biznes bu yoqda. Pul kelyapti, qarasa uy biznes zo'r ko'rinib ketyapti, o'ziga voh deyapti, marja zo'r ekan deyapti, bo'ldi. Kiryapti, simadi.